Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va bizni kuzatib borayotgan barcha YouTube'imiz a'zolari va endi qo'shilayotgan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga Xudo xolasa yana bitta mana gazoblok liniyamizni o'rnatish harakatini qilyapmiz. Bugun mana kelib mana shu yerda mana liniyalarni terish harakatini qildik. Xudo xolasa nasib bo'lsa relslarni yasadik. Hammasini bo'lmasa ham bir 80% yasab bitirdik. Bu yoqda mana avtomatni reskamiz o'rnatdik. Xudo xolasa endi buni yana jicha ishlari bor. Ularni qilsa nasib bo'lsa 1 kun 2 kun ichida ishga tushirib o'rnatib yurgizib beramiz. Avtomatni reskamizni qoliqlari 8 ga 4 bo'ladi. Poddonlarimiz 2 stenalik. Haqiqiy relsga moslashgan bo'ladi xudo xolasa. Poddonlarimiz ham 6 ga 4, 1.7 stena emas xudo xolasa 8 ga 4 2 stenadan qilib beramiz. Qoliplarni ham listlarimiz rossiyskiy. Endi hozir bu yerga faqatgina narsani o'rnatgani shablon hisobida 2 dona qolip olib keldik. Xudo xolasa reskamizni o'rnatib oldik. Ozgina chalasi qoldi buni ham nasib bo'lsa keyingi kunlarga kelib o'rnatib yana ishga tushiramiz. Kimga shunaqa liniyalar kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol ekranda nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa pol avtomat, to'lni avtomat, ruchnoy variantlarimiz bor. Variantlardan palistra blok, shlaka blok, pena blok, kolodosniy qolip bor. Shunaqa qoliplardan kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha sifatli qilib olib borib o'rnatib berish harakatini qilamiz. Hamma bilan yaxshilikda ko'rishaylik xudo xolasa. Bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, yana ham yangiliklardan xudo xolasa bahramand bo'lib turasizlar.